Hammaga assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa bugun 19-iyun juma kuni xudo xolasa Andijon mashina bozoridan Captiva va boshqa mashinalarni xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qilamiz. Kanalga a'zo bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang. Captiva istayotgan do'stlaringiz gullashib qo'ying. Xudo xolasa akalar, Andijon mashina bozoridan hafta kuniga juma baraka bo'lyaptilar bu. Ko'rsatib o'tamiz. Mexanika tentlari bor ekan. Kim necha yil ekanmi? 2013 yurgani qancha? 200. Aha, necha pulga baraka bo'ldi? 3600 ga. Bo'ldi aka. Xudo xolasa akalar, Andijon mashina bozoridan 19-iyun juma kuni xudo xolasa hammanglar juma ayyomi bilan tabriklayman. Xudo xolasa Captiva mashinalarini ko'rsatishni boshlaymiz. Xudo xolasa salon holatlari Eva ko'rgil tashalgan, rollari manaqa Cadillac qilingan ekan. Katta monitorlar qo'yilgan ekan. Xudo xolasa avtomat korobka, salon holatlari yaxshi, ko'jalari. Tak. Balon holatlari yaxshi. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Mashinamiz dehqonda desak ham bo'laveradi, tayyorlamasdan shunday olib chiqqan ekan. Bitta ximchiga qilib yuborsak yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa propanlari, xudo xolasa. Bu esa mashinamizning yondan ko'rinishi. Captiva 3-4 qilingan ekan. Xudo xolasa. Aka ma'lumotlarni berib yuboring mashinani. 2013 Captiva 3-4 qilingan. Xudo xolasa propan gazlari bor ekan. Mana, eshigida yuzaki bor. Kraskasi shu eshikda bor, yuzaki. Ichiga o'tmagan. Petno bor. Kriloda petnosi bor ekan. Xudo xolasa. 3 li motor bosilgan. Zavodskiy 3 li koreyskiy motor bosilgan. Motor hadoylar qanaqa aka? Hadoylar zo'r. Расход yo'q. Aha. Dokumentlar qanaqa aka? O'zingiz nomingiz. Ginam chiqaradi, oldi soatda xohlagan dokument bo'laveradi ekan. Mashinaning narxi qanaqa aka? 11,5 ming kami bor. 11,5 ming kami bor. Barter, Devo mashinalariga barter bor. 2-3 oy nasiya ham qilaveraman. 2-3 oy nasiya savdo ham bor. Kelishilgan holatda. Aha. Aloqa uchun nomer ayting aka. 91 603 52 62. Xudo xolasa akalar, Captiva so'raganlar bemalol mana jentalarni pulidan ham arzon. Start stoplar ham qo'yilgan ekan, ko'rib qoldim. Mana bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olasizlar akalar. Tak, xudo xolasa akalar, keyingi Captiva 4 mashinamiz bu 3-4 qilinmagan, nastoyashik 4 o'z ekan. Balonlari ham yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Xudo xolasa tonirovkalari ham bor ekan. Aka, tonirovkasi qancha buni? 2 oyga yaqin tonirovka ruxsatlari ham bor ekan. Xudo xolasa salon holatlari sidinaga bunaqa nakitga tashlab qo'yishgan ekan, terlamaslik uchun. Rezina polilari bor ekan. Xudo xolasa, barga ham bunaqa nakitga tashlab qo'yishgan ekan, shu kuyib ketmasligi uchun. Bu salon holatlari. Bu yerda azar turibdi. Aka, antradar ham ketami? Kelishib bo'lsa antradarda ham berib yuraveraman deyapti akalar. Xudo xolasa bu esa mashinamiz orqa o'rindiqlari. Tak. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Mashina propanda harakatlanadi ekan. Tak. Bir qator orqa o'rindiqlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu esa 6-7 o'rindiqlari. Xudo xolasa. Bu esa mashinaning yondan ko'rinishi. Xudo xolasa. Aka, mashinaning ma'lumotlarini berib o'tiring. Qanaqa? Yili qanaqa? 2016. 159 ming yurgan. Propanlari bor, yumshoq balonlarini ko'rsatdim aka. Nakitga ham yo'g'ini ko'rsatdim. Kraskasi top-toza. Liboy dokument chiqaveradi. Narxi qanaqa aka? 12800 ga berib yuboramiz. 12800 dan kami bor aka. Chipcha o'tib berasizmi? Oxirimi? Ha, chipcha o'tib berishadi ekan, xudo xolasa. Faqat naqd pulmi yoki nasiya, barter? Ozmos yetmasa nasiya qilishimiz. Ozmos yetmasa kelishamiz. Kelishasizlar. Maqsad olish bo'lsa kelishamiz. Maqsad olish bo'lsa akalar, bemalol liboy anaqasiga kelishaverasizlar ekan. Mashinalar bormi yoki bo'lmasa chipcha pullar yetmasa ham hamma yoqqa kelishaveradi ekan. Aloqa uchun nomer ayting. 94 191 06
0660 akalar bemalol telefon qilib ko'rsatib olaverasizlar mashinani yana bir qator. Akalar xudo xolasa bu yog'iga yana bitta Captiva turibdi. Hammasini so'rab ruxsat bersa olib ko'rsataveramiz. Balon holatlari yaxshi. Nexin yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Eva Gorilla polilar tashalgan ekan. Xudo xolasa mashinani salon holatlari, bu yerlar black piano qilingan ekan. Xudo xolasa bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi va 6-7 o'rindiqlar xudo xolasa. Mashinamiz yonboshdan ko'rinishi va bir qator motor holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Voy, mana bay deb qo'yadi-yu Furqat akamiz. Xudo xolasa. Aka mashinaning yili necha? 2017. 2017. 180 ming yurgan, 2.4 motor. Kraskasi qanaqa? Ikkita petnosi bor orqasida. Ikkita petnosi bor. Mashinaning narxi? Mashinaning narxi 12700 dan ozgina o'tib beramiz. 12700 dan ozgina o'tib berasizlar sunnatiga. Faqat naqd pulmi yoki barter, nasiya savdo? Liboy anaqasiga bo'laveradi ekan. Shu nasiya savdoga ozmoz yetmasa degan joyimiz eng kulchavoy joy 1-2 ming bilan telefon qilib ovora bo'lib vaqtini ketkazamiz. Qancha puli borlar telefon qilib kelishaversanga? 5 mingmi, 6 mingmi? Yo'q, 8 ming tepasi. 8 ming tepasi puli borlar, bemalol telefon qilib kelishaversin aka. Nechinchi yil mashinasi misol barter qilgan 2015 tepasimi, 2010 tepasimi kelib misol barter qilsa, 2015 tepasi Devo mashinalari kelib barter qilsa bo'laveradi. Aloqa uchun nomer ayting. 94 191 0660 akalar bemalol telefon qilib olaverasizlar. Akalar xudo xolasa Andijon mashina bozoridan Captiva 2-3 qilingan ekan. Xudo xolasa kumxo yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Balon holatlari yaxshi. Bir qator salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Chexollar taqib qo'yilgan ekan. Polilar tashalgan ekan. Xudo xolasa bu yerlari bunaqa Alcantara deydimi? Shunaqa qilingan ekan. Salon holatlari. Tak. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Propanlari. Bu esa mashinamizni yondan ko'rinishi, xudo xolasa. Captiva 2-3 qilingan ekan. 30 nomerlarda ekan. Aka mashinaning yili necha? 2012. 2012. 233 ming yurgan. 233 ming yurgan. Kraskalari qanaqa? Kraska mana. Shu Kriloda bor, xolos. Qolgan joy toza. Kuzov butun, motor holatlari yaxshi. Hadoylari-chi? Hadoylari ham yaxshi. Aka bu 30 nomer ekan. Samarqandniki. Genchqami yoki Olsotdimi sizlar? Olsotdiga. Narxi qanaqa aka bo'lsa? 8800 ozgina kami bor. 8800 kami bor. Faqat naqd pulmi yoki nasiya savdo, barterlar ham bormi? Barter qilaveramiz, yetmagan joyiga variantini ham kelishaveramiz. Qanchagacha aka variant? 1-2 oyga qo'yib beraveramiz. 1-2 oyga qo'yib berasizlar. Aloqa uchun nomer ayting. 94 431 99 99 akalar bemalol telefon qilib surishtirib olaverasizlar. Xudo xolasa Andijon mashina bozoridan Captiva qorasidan so'raganlar uchun qorasini istab topdik. Xudo xolasa qorasi rosa kam ekan. Salon holatlari xudo xolasa Cadillac tanaqlari qo'yilgan ekan. Xudo xolasa polik tashalgan ekan, rezinoviy. Salon holatlari yaxshi. Xudo xolasa video registratsiyalari bor ekan. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan o'zini diskasida. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Bu esa 6-7 o'rindiqlar. Mashinamiz propanda ekan, xudo xolasa. Bu esa mashinamiz yondan ko'rinishi, xudo xolasa. Tak, motor holatlari bir qator. Yangi qo'yib qo'yilgan. Kuchli motor yangi qo'yilgan ekan. Ishkalari bor uyda. Ishkalari bor ekan, xudo xolasa. Kraska kapot o'zida. Mashinaning yili necha aka? 2014. Yurgani? Yurgani 310 ming. 310 ming yurgan. Kraskasi kapot o'zida, boshqa joyi top toza.
Aka, dokumentlar qanaqa? Gen chiqaveradimi? Liboy hujjat chiqaveradi. Mashinaning narxi qancha aka? Narxi 11.000. 11.000 kami bormi? Kami bor. 11.000 kami bor, xudo xolasa. Faqat naqd pulmi yoki nasiya savdo bartermi? Faqat naqdga. Barter ham bor. Barter ham bor, dev mashinalarga Devo barter bor. Nechinchi yil tepasiga aka? 2020nimi, 15timi? 2020ning tepasi mashinasi borlar. Cobalt'mi, Gentra'si borlarmi? Telefon qilishib, bemalol kelib almashtirsa, barter qilsa bo'laveradi ekan. Parkovkasi, Pritseplar, parkovkalari ham bor. Ular ham uyda turibdi. Telefon qilishsa bemalol anaqa qilaverasiz. Aloqa uchun nomer ayting-ki. 93lik. 93lik 970 970 0150. 0150 akalar bemalol telefon qilib, kimga kerak bo'lsa qorasi Andijon mashina bozorida kamroq ekan, bemalol surishtirib olaverasizlar. Akalar, keyingi Captiva mashinamiz xudo xolasa belejimchukmi, maloshni ekan, xudo xolasa salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Avtomatik korobka, salon holatlari yaxshi, polilar tashalgan ekan. Balon holatlari yaxshi, yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Mashinamiz propan ekan. Bu esa mashinamiz yondan ko'rinishi. Egasi qayergadir ketib qolibdi. Ma'lumotlari 2010-yil 155 ming yurgan. 7,5 ming kami bor edi. 3-pozitsiya. Narx pulga ekan, faqat DCP-nosi bor ekan. Aloqa uchun nomer 98lik 270 8008. Kimga qiziq bo'lsa akalar, bemalol telefon qilib olaverasizlar. Andijon mashina bozoridan. Hafta kuniga juma. Akalar, xudo xolasa Andijon mashina bozoridan Captiva 2 to'r qilingan ekan, qora rangida. Xudo xolasa salon holatlari evakoriylar tashalgan. Monitor Android monitorlar qo'yilgan ekan. Xudo xolasa salon holatlari yaxshi. Bu yerlar bunaqa alkantara deydimi, o'shdan qilingan ekan, xudo xolasa. Yumshoq balonlari bor ekan, xudo xolasa. Mashinani ko'rishyapti akalar. Biz taqimimiz. Biz orqadan ko'rinishi bu anaqasi tushib qolibdi, menimcha plastmassasi bo'ladi, zashtasi tushib qolibdi. Tak. Mashinamiz xudo xolasa propan ekan. 7 o'rindiqli, 3 o'rindiqlar. Dehqonda o'zidan ekanda. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Tak. Mashina o'zinglarniki ekan, aka, bu ko'rinib turibdi. Himsga qo'yarsa, xudo xolasa zo'r bo'lib qoladi ekan. Yili necha aka mashinani? 2012. Yurgani qancha? 212 ming. Kraskasi? Toza. Kraskasi top-toza. Libo dokument chiqaverami? Yo, o'tkazib olishganmi? Libo gen chiqaveradi ekan, xudo xolasa. Mashinaning narxi qancha aka? 10 ming deyapti. 10 ming kami bor, xudo xolasa. Ozgina o'tib berishar ekan, xudo xolasa. Faqat naqdmi aka yoki faqat naqd pulga, nasiya pasi boshqa yo'q, dehqonda o'zidan xudo xolasa. Bo'ldi. Aka, aloqa uchun nomer ayting. 94lik 932 4007 akalar, bemalol telefon qilib, Captiva 2 ni to'r qilingani kimgadir kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rab, surishtirib olaverasizlar, xudo xolasa Andijon mashina bozoridan. Xudo xolasa akalar, Andijon mashina bozoridan inomarka istagan akalarimiz uchun Nissan holat salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa nakitkalar tashab qo'yilgan ekan, avtomat korobka, monitorlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Rullari ham o'zgacha ajoyib ekan. Tak. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan ekan, qora diskalarda. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Ochib qo'yganchaga. Tak. Bu orqadan ko'rinishi. Propan 90 talik gazlari bor ekan, xudo xolasa. Bu esa mashinamizning yondan ko'rinishi. Aka, mashina ma'lumotlarini berib yuboring. Yili necha buni? 2008-yil. 2008-yil. Nissan nima dedingiz nomini? Nissan Altima. Altima. Bu Dubai versiyasi. Dubai versiyasi. 153 ming yurgan. 153 ming yurgan, halol probegi. Motori qanaqa aka buni? Motor 2.5 o'zini. 2.5 motor. Bu sportivniy ekanda bu aka. Aha. Yuradigan mashinalar. Andijon mashina bozoridan xudo xolasa 40 nomer ekan aka. 003 nomeriga generallik qilib beraman. 003 nomeriga generalniy dokument bo'laveradi. Xudo xolasa yurish turishlari yaxshimi? Hadovoy hamma yo'g'i. Umuman ishi yo'q.
Siz videoni boshida aka shu videoga chiqmay qoldi u gapingiz. Shu Gentra Cobalt'dan yaxshi mashina deb aytadi o'zi aka. Unga 2 savol javob beraman. Javob berasiz, xudo xolsa. Kelib minib ko'rib Minib urishadi. ko'rgan odam biladi. Aha. Misol bularni gapirsak maqtashga kirib qolmasin-u. Mashinani minib ko'rgan odam biladi. Indamarga haydagan odam buni bitta tushunadi. Haqiqatdan akalar, agar o'zi bilsanglar, yaponlar juda nadojniy ishlab chiqaradi. Bir aka bir ovozlarini ham eshittirib bering, bir narsa bor deyotdingiz, bir ko'rsatib. Xudo xolasa bu ajdaho deyapti akamiz, xudo xolasa buni mingan odam keyin boshqa mashina minmayman deyapti, xudo xolasa. Bitta ovozlarini ham eshitamiz hozir. O'zi bo'ladi aka. Shu yerdan bilinadi, xudo xolasa sportivniyga uchaman mashina deyapti. Endi u maqtashga arzuli mashina ekan. Aka, mashinani puli qancha? Arzonroq qilib aytasizmi? O'zi bozorga 8300 aytyapman. 8300 Agar kami bu. qiziqqan, haqiqiy minaman degan odam bo'lsa 8000 dan o'tib beraman. 8000 dan o'tib berasiz. Bozorga 8300 deyapti akalar. Konkretni minaman, olaman degan odamlar bo'lsa, kelsa, xudo xolsa 8000 dollardan kami bor ekan. Xudo xolsa aloqa uchun nomer ayting-ki. 91lik 91lik 125 125 07 07 25. 25 xudo xolsa akalar bemalol oladiganlar bo'lsa 8000 dollardan o'tib beraman deyapti. Telefon qilib Cobalt Gentra olgandan akalar xudo xolasa Inamarka maza qilib yurasizlar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.